Manzur Mehribon Mantabi loyihasi mehribon nevalar tomonidan bugungi shukrona kunini nishonlayotgan buvijonlarni tabriklash maqsadida jamoamiz a'zolari bilan Vobkent tumani Xayrixush mahallasiga tashrif buyurdik. Hozir nevalar tomonidan ajoyib tayyorlangan sovg'alarimizni buvijonlarimizga topshirib, kayfiyatlarini ko'tarishga harakat qilamiz. Bizning jamoamizni qo'llab-quvvatlash maqsadida videolarimizga like bosing, kommentarda savol berishni unutmang. Keyingi xonadon aynan sizning uyingiz bo'lishi mumkin. Qani biz boshladik. Xonadonimiz markaziga ochilib buvijonimizni taklif qilib qolamiz. Keling marhamat, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Buvijon, yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizmi? Keling biza sizga aytmasdan. Keling yaqinroq. Sizni bugungi shukrona kuningiz bilan, sizni bugungi savg'alarimiz bilan tabriklash maqsadida millionlab muxlislarning qalbiga kirib kelayotgan Mehribonimdan tabrik loyihasi buvijon sizni qarshisida turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Agar ruxsat bersangiz buvijon, hamma tug'ilgan kun sohibalariga beradigan savollarni bugun sizga ham bermoqchiman. Bugun xursandchilik kuningiz, shukrona kuningiz, yaxshi kunlaringizdan bir kuningiz. To'g'rimi buvijon? Nimaga yig'layapsiz? Xursandchilik ko'z yoshlari. Qarang, bugungi mana shu shodona kunimizga bizning jamoamiz a'zolarini, mehribonlar tabrik loyihasi ijodkorlarini kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Kimning taklifi bilan, kimning tashabbusi bilan hozir sizni qarshisida turibmiz buvijon? Yo'q, dunyolardan chiqmaydi baribir. Farzandlardan. Nechta farzand bor buvijon? 6 ta farzandimiz. Kimlar endi farzandlarni ismlari bilan sanab beramiz, kattalardan boshlaymiz. Farzandlarning ismlaridan sanab berasiz. Olmajon, Oliya, ikkita bir. Yusra, Dilnavoz, Jami farzandlar shular. Endi bugungi mana shu xursandchilik kuningizga bizning komandamizni qaysi farzandingiz taklif qiladi deb o'ylaysiz? Onajonlarni ko'proq yaxshi ko'radigan farzandingiz, onajonlarga ko'proq e'tibor berishadigan, alohida bilib, ajralib turadiganni qaysi bular buvijon? Oliyami? Taxmin qilib ko'ramiz. Qarang, qaysi farzandingizni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Hammasini ham yaxshi ko'raman. Sizni qaysi bular ko'proq yaxshi ko'radi? Baribir qarang, yurakka yaqini bittalar bo'ladi-ku. So'ramang ular bilmaydi. Taxmin qilib ko'ramiz. Farzandlarni baribir bir-birlaridan ayirib bo'lmaydi, to'g'rimi? Bittalari bundoq bo'lsa, bittalari el. Mehrli, oqibatli aka-singillar. Lekin bugungi mana shu shukrona kuningizga bizning jamoamiz a'zolarini nevarangiz Gulruha taklif qilgan bitta g'azachani qo'yamiz. Nevalarni ajoyib tayyorlagan. Mana keldi. Bugun buvijonimizni tug'ilgan kunlari deb aytdilar. Bugun buvijonimizni xursandchilik kunlari, yaxshi kunlardan bir kunlari. Bugungi mana shu shodona kunlarda biz farzandlar hamda biz nevalar tomonidan buvijonimizni tabriklab, kayfiyatlarni ko'taringlar, yaxshi ko'rishimizni aytinglar, ko'proq quvonch ulashinglar. Buvijonimiz uchun hamma narsaga tayyormiz. Biz nevalarga duo qilishdan charchamaslar, biz ham ularga mana shunaqa surpriz, mana shunaqa kayfiyat hamda quvonch ulashdan charchamaymiz deb aytdilar nevarangiz Gulruha. Xursandmisiz? Xursandman. Kayfiyatingiz ozgina ko'tarildimi? Ha, xursandman. Nima gapiz bu nevarangizga? Bachagim sog' bo'lsin, hammasi salomat bo'lsin. Ilohim murod maqsadiga yetsin. Rahmat. Bugun ertalab soat nechida uyg'ondingiz uyqudan? Uyqudan 6 ga uyg'ondim.
oltiga uyg'onamiz. Qarang, hammamizdan bayram kunlarimiz, yaxshi kunlarimiz yaqinlashgan sayin, misol uchun 2 kundan keyin, 1 kundan keyin yoki ertaga tug'ilgan kunimni nishonlayman deb hammamiz xayolimizni aytadi. To'g'rimi buvijon? Sizning xayolingizdan bugun nima narsa? Bugungi tug'ilgan kun qanaqa bo'ladi o'ylagansiz? Nima narsalarni o'yladingiz? Yaxshi bo'ladi, hamma bachalarim ham qarg'ona. Yaxshi bo'ladi o'yladim. Bizani kelishimizni kutgan edingizmi yoki kutmagan edingizmi? Yo'q. Yo'q. Qarang, eshik tomondan ayiqlar kirib kelgandan keyin xayolingizdan nima narsalar o'tdi birinchi? Men ularni keldi deyman-da o'yladim. Xursandsiz asosiysi. Buvijon, bugun biz ham bir narsadan xursandmiz. Qarang, mehribon Nevro'z boshchiligida buvijonlarga shunday mehr ko'rsatilibdi. Gulruh Nevro'z tomonidan buvijonlarga shunday bir e'tibor ko'rsatilgan ekan. Bundan buyog'iga farzandlaringiz hamda nevaralaringizni hammalar bilan faxrlanib mag'rurlanib yurish kerak. Biz farzandlar, biz nevarlar musofirchilikda bo'lamizlar, mehmondorchilikdami. Qayerda bizni ham buvijonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Hayotlari shirin bo'lsin. Kelgusi hayotlari Xudo xohlasa evalariga o'xshab tortib bo'lsin deb farzandlar hamda nevaralar tomonidan ajoyib shirin tort kiyamiz. Ushbu tortimizni ham 3 kechasini tabriklaymiz deb buvijonimizga topshirib qo'yamiz. Mehmonlarimiz bizga yordam berishadi. Kelishdingmi? Tayyormisiz bolajonlar? 1, 2, 3. Qarang, nevaralaringiz sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Bugun sovg'alarga avvalod ayolimiz munosabat bilan to'lib toshib kelganmiz. Buvijonimiz bahor fasli doimo ochilib yursinlar deb nevarasi tomonidan ajoyib chiroyli guldastamizni ham bitta guldiroz narsanglar bilan buvijonimizga topshirib qo'yamiz. Marhamat. Xursandmisiz? Kayfiyatingiz ancha ko'tarilgan buvijon. Hozir aytganimizdek, mana shu farzandlar hamda nevarlarni duo qilishdan charchamanglar. Sizlarning duolaringiz bilan tirikmiz. Sizlarning duolaringiz bilan hayotga bo'lgan yashash zavqimiz ortadi. Gulruh opa, keling yaqinroq. Assalomu alaykum. Sizdan ham bugun ajoyib niyatlar bilan buvijonimizni tabriklab, xursand qilib qo'yamiz. Tabriklab qo'yamiz. Jonim, men baxtimizga sog' bo'ling, doimo hech qachon kasal bo'lmang. Rahmat, sanam sog'lashim. Buvijon, sizni yaxshi ko'raman deb aytamiz bugun Gulruh opa. Men bejon qo'ymaydimi, yaxshi ko'raman. Bas degan aytaman. Men bejon ko'raman. Qarsakchalik qilamiz bolajonlar, kimga qo'yamiz? Rahmat. Siz qaysi tomonga qarindosh? Assalomu alaykum. Kelin. Keling. Assalomu alaykum. Ruxsat bersangiz, sizdan ham oila a'zolari tomonidan bugun buvijonimiz, otajonimizni tabriklab, rahmat aytib qo'yamiz. Sizni yaxshi ko'raman oyijon deb aytamizmi bugun? Rahmat. Xursandmiz buvijon. Shu bilan birgalikda qarang, bugungi tug'ilgan kuningizni kayfiyatini yanada ko'tarish maqsadida ajoyib ikkita ayiq polvonlarimiz olib kelganmiz. Qaysi ashulaga bugun siz boshligingizda raqs tashlaymiz? Mazza qilib buvijon, bir yoshlikni eslab. Qaysi ashulaga raqs tashlaymiz? Onajonimiz haqida biladimi? Mayli, buvijon, men bir ajoyib musiqiy tarona qo'yib beraman, faqat ayiq polvonlarimizga o'ziz bosh bo'lasiz raqsda. Maylimi? Kelinglar hammalaringizni ayiq polvonlar ishtirokida raqsga dalil qilib qolamiz. Onajonlarimiz, kelinglar. Jannatim o'ynang, yana qachon o'ynaysiz bir to'yib o'ynang. Onajonim o'ynang, farishtam o'ynang, farzandsizni kiyang, kerilib o'ynang. Bitta farzandlarimiz, ayoqlarimiz hamda o'zimiz uchun. Rahmat. Buvijon, xursandmisiz? Hozir aytganimizdek, mana shu farzandlaringizni hamda nevaralaringizni duo qilishdan charchamanglar. Sizlarning duolaringiz bilan tirikmiz. Sizlarning duolaringiz bilan mana shu hayotga bo'lgan yashash zavqimiz ortadi. Barcha farzandlarimiz, Gulruh nevarasi hamda bugungi xursandchilikni tashib yurgan mana shu aziz nevaralar hamda mehmonlarimizni bitta duo qilib bering buvijon, maylimi? Mayli,
Ometli sağlık versin, dünyamız tinch versin, bakalarım sağ salomat versin, uzak safarga ketganlar sağ salomat Katta rahmat sizga ham duolar uchun. Xonadonlaringizdan mana shunaqa yuqori kayfiyat buvijon. Yuzlaringizdan esa yig'i emas, faqatgina tabassum hech qachon tark etmasin. Bugungi tug'ilgan kunni, bugungi shukona kunni mana shunaqa yuqori hamda yaxshi kayfiyatda davom ettirasizlar. Katta rahmat hammalaringizga, tug'ilgan kunni yaxshi o'tkazinglar. Rahmat.